Kunora shirinlik pishirishdan charchaydigan kelinlar uchun qancha tursa ham qotib qolmaydigan va juda ham foydali bo'lgan shirinlik tayyorlaymiz. Bismillah deb xamirlarimizni qorib olamiz. Xona haroratidagi margarinni un bilan urvoq qilib, 2 dona tuxum sarig'i, smetana solamiz. Tindirgani olib qo'yamiz. Bu orada dasturxonda turgan yong'oq magizlarimizni cho'klatib olamiz. Esiradami oldin faqatgina chaqchuqlar mehmonlar uchun bo'lgan. Demak, o'zimizning ishimizga qaytamiz. Tuxumni oqini shakar bilan ko'pirtirib, yong'oq magiz solamiz va un solib aralashtirib olamiz. Xamirlarimizni yoyib, nachinkani ichiga joylab, ikkili chetini yopib, o'rab olamiz. Ustini nomigagina kesib chiqamiz. Xohlasanglar aynan shu xamirdan kichkina qilib ham pishirsanglar bo'ladi. Aytmoqchimanki, shu xamir gusini lapki shirinligi uchun ham to'g'ri keladi. Ustiga tuxum surib, duxovkaga jo'natamiz 180 gradusga 30 daqiqaga tayyor. Mazasi esa juda ham mazali. Oddiy pahlavani endi pishirmasdan aynan shunaqa mini pahlavalar tayyorlaydigan bo'lamiz. Yeganlarimiz ibodatlarimizga kuch-quvvat bo'lsin.